qo'limdagi karta sizga. Va bu kartani 1 daqiqa ichida xohlagan joyingizga yashirishingiz mumkin. Ungacha biz o'rtog'ingizni ko'zini bog'lab turamiz. Bo'ldi. Necha man? Limit bor. 1, 2 yashirishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Xatga yashiradilar. Shu uzoq ketdilar. Bo'ldi, ko'zingizni ochishingiz mumkin. Вообще не угадать, я вам так скажу. Xo'p, endi sizga ham xuddi shuncha vaqt va agar siz o'sha kartani 1 daqiqa ichida topa oladigan bo'lsangiz, kartadan xohlagan narsangizni olib berishi mumkin. Topolmasamcha? Agar topa olmaydigan bo'lsangiz, limit puliga o'tishi mumkin. Хорошо. Undan oldin bitta savol bermoqchiman kelayotgan. Menga podpiska bosgan bo'lsanglar, men shundoq AirPods berib yuboraman kelayotgan kelaga. Men podpiska qilganman. Menga oldindan podpiska bosganingiz uchun ham buni ham yetib oldingiz siz. Da. Спасибо большое. Endi qidirish sizgalingiz. Tayyormisiz? Da. 1, 2 qidirishingiz mumkin. Давайте. O'sha 22-sekund. O'tib ketdi. 1 minutdan oshib ketdi. Afsus. To'xta. Yugur. Stop. Nima deb o'ylaysiz? Yetdingizmi yoki ketdingiz? Думаю, я опоздал. Da. 1.51. Bo'ldi. Nima olamiz bunga? Ketdik. Hozir ozgina o'zgaryapti. Kartada borish o'rniga bularga naqd qilib beramiz boyagi limitni. Endi nima qilasiz? Endi men akamga beraman deb. Krasavchik.